Va'da qilganimizdek bugun 25-may, birinchi do'konimiz kecha aldagan ekanman to'g'risi sizlarni. 5 ga 3 emas, 4 ga 3 razmerda Andijon viloyatini Buloqboshi tumaniga qurib beryapmiz. O'rta kачествоda. Xo'p, hozir birma-bir aytib o'tamiz. Xo'p, o'rta kачествомizda ramasi hamma joyi 1,5 stenkalikdan bo'ladi. Eng sifatlisida esa 1,8 ligidan bo'ladi. Polimiz MDFdan bo'ladi, 1,8 qalinidan. Qimmatida mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana bunaqa shpuntdan teriladi. Bu ikkinchi do'konimiz. Kechagi videoni ko'rgan bo'lsanglar, ikkita do'konni baravariga ortib kelganmiz. Bu 9 ga 4imizniki. Xudo xohlasa, ertaga buni bir kunda bitirib topshiramizda egasiga. Ertaga xudo xohlasa marhamatga borib 9 ga 4 do'konni bitiramiz. Hali yana отделка jarayonini ham olamiz. Kuzatib turingizlar. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar.